Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi ajoyib misol yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, quyidagi tenglama berilgan, ildizlarni topishimiz kerak. Tenglamani yechishimiz kerak. Birinchidan nima ish qilamiz o'rtoqlar? Birinchidan mana bu ikkalasidan x minus 4 ning qas kvadratini qas tashqarisiga olib chiqamiz. Mana bu ikkalasidan. Xo'sh, x minus 4 qas kvadratini olib chiqsak, buni kubku kvadrati chiqsa, x minus 4 o'zi qoladi. Plus bunda x minus 4 ning kvadrati chiqib ketsa, 1 ning o'zi qoladi. Plus mana buni o'zini yozib qo'yamiz. X minus 4, x minus 3 qo'shilgan. Mana bu ikkalasidan esa o'rtoqlar x minus 3 ning qas kvadratini olib chiqamiz. Bunda 1 plus bunda esa x minus 2 qoladi. X minus 3 qoladi. Nimaga? Chunki x minus 3 qas kvadrat chiqib ketsa, buni unda 1 qoladi. Bu x minus 3 kubi kvadrat chiqib ketsa, bitta x minus 3 qoladi. Teng 6 ga. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi qaranglar. Mana bunda x minus 4 ning qas kvadrati ko'paytirilgan. Mana bu 4 bilan bir ayriladida x minus 3 qoladi. Qo'shilgan, mana buni o'zini yozib qo'yamiz. X minus 4, x minus 3. Endi plus mana bu yerda x minus 3 ning kvadrati. Mana bu xo'sh x minus 3 dan 1 ketadi 2. Teng 6 ga. Tushunarli hammaga? Xo'sh, endi nima ish qilamiz? Mana shu joyda endi mana bu ikkalasidan x minus 4, x minus 3 topib chiqib ketamiz. X minus 4, x minus 3 topib chiqib ketdi. Qas tashqarisiga x minus 4, x minus 3 chiqib ketsa, x minus 3 chiqib ketdi. X minus 4 ning kvadratidan bittasi chiqib ketsa, x minus 4 qoladi. Plus bular joyda 1 qoladi. Chunki x minus 4 kali x minus 3 chiqib ketdi. Plus bu joyda turaveradi. X minus 3 ning kvadrati ko'paytirilgan x minus 2 tenglik ichiga 6 ga. Ana endi e'tibor beradigan bo'lsanglar, x minus 4, x minus 3 hamda mana bu yerda 4 dan 1 ketadi, x minus 3 qoladi buni ham o'rnida. Qo'shilgan x minus 3 ning kvadrati x minus 2 teng bo'ladi o'rtoqlar 6 ga. Ana endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu x minus 3 ni x minus 3 ko'paytirsak, x minus 3 kvadrati bo'ladi-yu. Bunda ham bor x minus 3 kvadrat. Olib chiqib ketamiz qas tashqarisiga. X minus 3 kvadratini chiqarib yuborsak, buni joyida x minus 4 qoladi, plus buni joyida faqat x minus 2 qoladi. Teng 6 ga. Xo'sh, endi e'tibor beringlar. X minus 3 kvadrati ko'paytirib x ga x 2x bo'ladi. Minus 4 minus 2 minus 6 bo'ladi. Teng 6 ga. Demak, endi x minus 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 2x bilan 6 dan 2 ni chiqarib yuborsak, buni o'rnida x qoladi, minus buni o'rnida 3 qoladi. Teng 6. 2 bo'lish bo'lib o'tadi. X minus 3 ni x minus 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, x minus 3 kvadratni x minus 3 ga x minus 3 ning kubi bo'ladi o'rtoqlar. 2 bo'lish bo'lib o'tadi. 6 ni 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Ikkala tomondan kub ildiz olib yuborsak, bundan x minus 3 chiqib ketadi. Bu esa kubga tushib qoladi. Kub ildizga. Kub ildiz 3 bo'ladi. 3 narigi tomonga o'tsa x teng bo'lar ekan. Plus bo'lib o'tadi. 3 qo'shilgan kub ildiz ostida 3 ga. Mana tenglama yechildi. 3 qo'shilgan kub ildiz ostida 3. Demak, shu tartibda ishlanadi. Tushunarli bo'lgan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.